Biz ko'zimiz bilan ko'rib turgan mana bu bizneslar aslida qanday ishlaydi buni bilasizmi? Nega ularning ba'zilari rivojlanib ketadi-yu, ba'zilari esa muvaffaqiyatsizlikka uchraydi? Bularning bariga javob Kyongyong Hakva, ya'ni biznes boshqaruvida. Keling, buni sizlarga hozir bir misol orqali amalda tushuntirib beramiz. Qani, ketdik. E'tiboringizni mana bu suratlarga qarating. Sharbat sotuvchi bolani sharbatini hech kim sotib olmayapti. Biz endi unga biroz reklama qo'shamiz. Natijada insonlarning e'tiborini torta oldik. Mana bu narsa marketing deb ataladi. Keyingisi hisob, buxgalteriya. Buxgalteriya bu faqat pulni hisoblash uchun emas. Buxgalteriya sizni bilmasdan yo'qotishdan saqlaydi. Kirib chiqdi mablag'larni doimo hisob-kitob qilish zarur. Buxgalteriya bu sizning ko'zingiz. Ko'zsiz yursangiz bir kun albatta yiqilasiz. Marketing va buxgalteriyadan so'ng biznes oldinga yura boshladi. Shu bilan birga foyda ham. Endigi navbat biznesni kengaytirishga. Buni amalga oshirishimiz uchun biz biznes hamkor topishimizga to'g'ri keladi va u bizning biznesimizning nechadi foiziga sherik bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, natijaga erishildi. Biz yuqorida nazarda tutgan bizneslar ham xuddi shu tartibda ish olib boradi. Yagona farq raqamlarning katta-kichikligida bo'ladi va yo'nalishlarga qarab ham turli xil harakatlar qo'shilishi mumkin. Biz gaplashgan narsalarning hammasi bu Kyongyong Hakwa. Kyongyong Hakwa bu shunchaki nazariya emas, balki bu real hayotda ishlaydigan aniq strategik tizim. Ba'zilari esa muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Keling.